Digital Oculus'ga kirishimiz uchun mana Google Chrome brauzerida oculus.uz deb yozib olamiz. Login parolimizni kiritib, mana bu yerdagi misolni yechib, keyin kirish tugmasini bosishimiz mumkin. Shunda o'zimizning shaxsiy profilimizga kirib olamiz. Agar login parolni unutgan holatda mana bunaqa parolni unutdingizmi degan yozuv bor. Shu yozuvni ustidan bosamiz va mana bu yerda o'sha profilimizga kiritilgan telefon raqamimizni kiritishimiz kerak. Va davom etish tugmasini bosamiz. Shunda shu raqamga SMS yuborilganligi haqida ma'lumot yozadi va telefonimizga SMS keladi. Mana xuddi shunaqa SMS keladi. SMSda yozilgan, loginimiz yozilgan va parolni tiklash uchun quyidagi havola ustiga bosishimiz kerak. Va havolani ustiga bosganimizdan keyin esa mana bu yerda yangi parolni kiritishimiz kerak. Parolni kiritganimizdan keyin saqlash tugmasini bosamiz. Va mana oldingi profilimizga kiradi. Parol haqiqatan ham saqlanganligini tekshirish uchun mana chiqish tugmasini bosamiz va oldingi SMSda kelgan loginimizni kiritamiz. SMSda kelgan loginimizni kiritamiz va parolga yangi qo'ygan parolimizni kiritamiz. Va quyida keltirilgan misolni yechamiz va kirish tugmasini bosamiz.